Ilm amal bilan bo'lgandagina xazinaga aylanadi. Bilimsiz amaliyot ko'p ranj keltiradi. Buxoro zamini azaldan go'zal tabiati, bog' o'roqlari, takrorlanmas qadimiy arxitektura yodgorliklari bilan ko'pchilikni o'ziga mahliyo etgan. Ayniqsa bu diyor ulamolari qoldirgan boy ilmiy meros jahon ma'naviy mulkining durdonalariga aylangan. Bashariyatga shunday bebaho meros qoldirgan ulug' insonlardan biri Hoji Sayyid Amir Kuloldir. Hojagon silsilasining 6-silsilai sharifda esa 15-halqa piri sifatida zikr etiluvchi Hoji Sayyid Amir Kulol taxminan 1281-yili Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi Suxor qishlog'ida dunyoga kelgan.